Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli көрерменler. Din Hayat namlı sohbet programımızın nöbetlik sanıda kımmet qaraş degan temada to'xtalamiz. Bugünkü ez mehmanimiz Sharqiy Turkiston Ulamolar Birligi a'zosi ustoz Muhammad Yusuf Qarajim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarajim programmamizga qimmatli vaqtini ajratib kelganliklari uchun rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Programmamizda shu qimmat qarash degan nima, buni qanday shakllantirib bo'ladi degan savoldan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu kımmet qarash degan hamda insanın itiqadini, fikir qarashlarını, gap sözlerini ve hareketlerini kontrol qilib turadigan bir yurish prinsip ve ölçemler. Yani bir qorğan demdi. Aşı ölçeminin içinde bulu demdi. Her qandaq insanın özüge xas fikir qaraşı bulu demdi. Her qandaq nima qimmat qaraşı. Qimmat qarashga qarab insanın qimmati bulut demdi. Mesela hayatımızda nurgun tallaşlarga, kündülük hayatımızda nurgun tallaşlarga duş kelimiz. Mesela yolda ketip barsak birisi yolsuzluk qildi. Yolsuzluk qilsa, şu çağdımı bizninki onun qandaq cevap berishda bizdeki qimmat qarash şu devirge kirdi uçağda. Mesela bazılarının kıymet qarashda bu nadallar bilen tang olap, eski bilen tang olsan bo'lmaydi, yulanğa ketiver. Deytgan kıymet qarash bo'ldi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de deydi ve izle. Mesela ve ibadur rahmanellezine yemşuna alel ardı havna ve iza xatabahumul cahilun qalu salama deydi. Allah'ın ki yaxşı ko'rgan bendileri, yani Allah'ın ki yaxşı bendileri yolda manga vaqtında kemterlik bilen yaxşı mangıdı. Nadanlar yani tenteklik kılsa, yani nadanlar onun edepsizlik kılsa, ola sizlarga aman bolsun dep qap, ular tamamay ketip deydi. Mesela bunday ko'z qarashildi bu. Ve bazı insanlarınki qimmat qarashida edepini birish kerak, edepini birib qo'ymasang, ikkinchi qatim yana qildi, boshqalarimiz yana yetkizdi deydi. Umi qimmat qarashga bog'langan. Mesela onundan boshqa bizning kundalik hayotimiz qilayotgan ishlarimiz, mesela namozning vaqti kelganda otomatik holda namazga chiqamiz. Bu bizdeki itiqadga bog'langan qimmat qarash. Namozni vaqtida o'qish kerak degan qimmat qarash. Masalan, uningdan boshqa qusuqimiz to'q vaqtda birisi tamoqqa taklif qilgan bo'lsa, qusuqam to'q deymiz, yemaymiz. Masalan, gazlik ichimlik ba, su ba. Gazlik ichimlikni ichmay, suvni ichimiz masalan. Buningda tan sog'lomlikni saqlashga bog'langan bizdeki bir qimmat qarash bor. Shu qimmat qarashga qarab tanladik ayada. Belki yana başka insanlar başka tanlaşı mümkün. Muşunda tanlaşlar. Bu kımmet qarash degan program hakikaten mühim bir program buludu bu. Bu insanların kadir kımmeti mi şu kadir kımmet qarash buldu ki? Nurgulluğun insanlarımız var maşallah, çırağı şekil ve bazı millerde hafız boğan, alim boğan ama bazı meselelerde selbi meydanda turulip lakin de üzden kımmet qarash to'g'ri bo'lmaganlikdan kımmet düşüp gidiyor insanlarga. Bu insan degani bu hayatta biz nemiga agishni, nada turishni, qagapni qilishni bilishning o'zi bir Allohning bergan katta bir ne'mat ekan insonga. Shunga ba'zi insonlar bor. Uning mingsida bidani, lo'si bidan chalqab tikan deb qo'ymasak chaqilib. Yani shuning o'zi, yani bir insonninki Alloh yaratishdanmadim, inson mukammal yaratgan, mukammal yaratgan. Ama özüne yaxshi tarbiyalamaganlikdan qimmat qarash yaxshi bo'lmaganlikdan yaxshi yetildirmagan. Şu muayyen bir cemiyet bir mesele kurulsa özüne nerede koşunu bilemey qalganlikdan. Ya mesela gapni to'xtaydigan yerda to'xtashni, gap qildigan yerda qilishni mo'ljallamaganlikdan ayda lo'si chala narsaga o'xshab bo'lib qoladi ekan inson. Alloh razı olsun hakikaten bu qimmat qarash insonning hayotida bek muhim endi. Unda olgan bir qimmat qarashninki shakllanish qanday shakllantiramiz hamma inson bu qimmat qarashni shakllantirishga arzuyimiz bor. Mening bir qimmat qarashimda Qur'on sunnatga uyg'un, jamiyatning ham ilg'or bir shaxslardan bo'lsam kelman, har narsada qimmat qarashim yuqori bo'lsa ekan degimiz keladi. Buni qanday shakllantiramiz? Qimmat qarashning shakllanishi oila, maktab, jamiyat. Birincisi aile. Kichik vaqtida balalarninki bu ikki ko'zi mahir kameradımı bek mahir gelemdi.
Masalan, shundoq tez vaqt bir qancha soniya ichida bir qancha ming suratni elib qachilay oladigan shunday iqtidorlikda Alloh ayında yaratgan odamdir. Demak, kichik bola ota-onasining yurish-turishlariga, dunyoda o'zi ko'rgan ishlarga sinchilab boqib, ashuningda o'ziga ma'lum ta'sirot oldi ekan, shunday qildi ekan. Shunda vaqtlarda biz go'zallikni ko'rsatib, uning har narsaning go'zalligini ko'rsatib, so'zning yaxshini so'zlab, ishning yaxshisini qilib, ayda qilgan vaqtida bu yaxshi bir qimmat qarash hosil qila oladi ekan. Ya'ni birinchi ota-onaninki majburiyati bolalarda yaxshi bir qimmat qarash turg'izish, e'tiqod va aqida, iymonga, axloqqa bog'langan bir qimmat qarashlarni turg'izish bolalarda ota-onalarninki ota-onalik majburiyatining birisi. Endi qanday shakllanadi? Masalan, ba'zi vaqtda ota-ona ma'ni qilish bolam yaxshi, ma'ni qilmaslik kerak, namoz o'qish kerak, Qur'on o'qish kerak, duo qilish kerak, yomon do'stlar bilan yurmaslik kerak, yomon ish qilmaslik kerak, yolg'on aytmaslik kerak, va'daga xiloflik qilmaslik kerak deganlarni bir xil talqin bilan o'rgatib shundaymi? Uningdan bak muhim bo'lgani ota-onaning o'zi qilib ko'rsatkini. Bolalarning qalbida shunday bir ta'sir ko'rsatdiki, har qanday bir insonninki emas, sizlarning meningmi ko'nglimizda ota-onamizdan olgan unutulmaz bir ta'sirotlar oldu. Cık buludu hem şunun içinde qat'iy unutulmazlıklı buldum. Mesela misal keltirsem, benim anam küçük vaktimizde bizning to'xuli vardı, to'xu. Qo'shnilarniki to'xulari kelsa, bizning to'xuga aralashtirmay, o to'xulni ayınga haydab etib, ayınga dan chechib turdi. Uydan dan chiqib dan chechib turdi. Men dastlabdan anamni bizning to'xuli bilan birga kelib danni yuvamiz deb qizg'inadigan o'xshaydi desam, danni o'zi biryotdi. Amisi bu nimishqa uni ayiryotsiz desam, bu kelib bizning to'qili bilan birga aralashib tuxum quyib qo'ysa, biz uni yeb salsak halol bo'lmaydi. Bizning dinimizni yeydi qo'ysam, hozir yegan dan bilan tug'abdi, o ya burun yeganda bu bilgili olmaydi deb buna dedi. Mushu menga bak ta'sir qilganda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis bor qo'yni. Al halalu bayn va al haram bayn va baynahuma mushtabihat. La ya'lamu kaseera min as-statements. Halal iniq, harammi iniq. Bunun arası şübhilik narsalar var, nurg'un adam bilmaydi deydi. Mesela bu shunday ishlarda menga shunday bir ta'sir ko'rsatganki, shuningdek shu onamni halal yeyishda, halalni ayirishda mening birinchi qahramonim deb kallamga kirgizgan. Demak, uni bunda qilish kerak, balam unda qilish kerak, balam deyishning hech hojati yo'q. Qilgan ish shunday. Uningdan boshqa mening bir o'gay akam bordi. Dadam daim aşağı hitlarda, yaşam günlüklerde bunda pul verse, bana 2 moçan verse, dadam 5 moçan beretti. Bunda öldü, bunda binasını bunda tanışıgelde göş, kebap ekegende, yakınım kılganda bunda olturattık, bunda parçalar berettin kılsa, akam çok bana küçük beretti de, ben itikadımda dadam beni yaxşı görmeydi, akamını belki yaxşı gördü de aynı kılat. Uzun zaman ne oldu? Bir vakit dedim ben çidimay onu anamga dedim. Anamga desem, anam dadamga deptiken, dadam beni akim, hay balam ben seni qanday yaxşı görmeyim, seni mi yaxşı görmeyim, hemes yaxşı görmeyim. Lekin akam yetim. Maniki boynu qısılıp qalsa bo'lmaydi degandan keyin dadamga qarata tushunchalarimning hammasi 180% o'zgardi. O dadam meni yaxshi ko'rdi ekan, dadam haqiqatan rahim shafqatlik va odil odam ekan degan kallamga shuni so'qdim. Masalan, qimmat qarash. Demak, mushunda qimmat qarashni ustozlarimizdan olamiz, atrofimizdagi shaxslardan olamiz. Mushunda shakllanadi ekan hamda bu. Ya'ni ba'zi so'z bilan, talqin qilish bilan Amma ko'proq amaliyat bilan shakllangani o haqiqiy bo'lgan. Shunga anda bo'lgandan ota-ona bolalarimizga eng chiroyli tarafimizni ko'rsatishimiz kerak. Eng chiroyli tarafimizni ko'rsatib, yomon tarafini ko'rsatmaslik uchun yomon tarafimizni yo'q qilishimiz kerak. O'zimizni tarbiyalashimiz kerak hamda. Ya'ni bolalaring axloqli bo'lsin desang, o'zingni tarbiyala deydi-ku olimlar. Shunday qildi. Shuning uchun masalan jamiyatda bir voqealiklar bo'ldi deylik yoki bir masala ko'rilganda oilada bir parang bo'ladi. Onu qo'llamaslik, uning ijobiy salbiyati. Ashundan kichik bolalar qimmat qarashga qarab qiladi-da, oladi. Ota-onaniki qimmat qarashga qarab bola oladi shuni. Ota-onam qanday nimani qo'llash, nimani qo'llamaslik, bu masalaning to'g'ri xatolik, foyda ziyon nimalarni o'lchalish uchun shu ota-onalardan qolgan, shunga o'xshash ustozlardan olgan, shuningdek Qur'on sunnatlardan olgan bir kallada bir nima bo'ladi ekan. Mezmullah şunun qarab insonning qimmat qarashini to'g'rilay oladigan bo'ldi ekan. Shuni to'g'rilaydi ekan. Zaten bu qimmat qarash haqida qanchalik to'xtalsak, yani az deyman men shu bu insonda qadr qimmat, musha qimmat qarash yaratish, shakllantirish bek muhim ekan deb ba'zi masalalarda yaqamni tutaman deb. Qolsak ne yaxshi qarindoshlarimizning
bazı meselelerge bo'lgan qimmat qarashida qarab hayron qolaman nima. Biz endi arzu qilib qoldik ekanmiz. Madam shunda bir atrofni qarindishimiz bu mush fikrda manda bo'lgan bo'lsa, lekin endi zo'rab tang'olmaydi fikr qimmat qarashini. Bir qimmat qarash bo'ladi ekan. Qabul qilganini qiladi. Ammo insonlar endi kichigidan tortib endi sağlam terbiyelengen ailede çoğu bo'lgan bolalar, yaxshi ustozlarda terbiyelengen, Qur'on sünnetini to'g'ri ravishda tushungan odamlarning qimmat qarashi bilan atalmış yaxshi deb atilib qolgan odamning qimmat qarashi farq chiqadi ekan endi. Ajoyib, osmon zamin farqi bo'ldi insonning. Unda bo'lgan qimmat qarashninki muayyan bir foydalarini eskartib o'tgan bo'lsak. Ammo qimmat qarashning foydalarini desak, insonlarni her qanday bir cemiyetni aşılardaki qimmat qarashlar her xil tehditlerden, tehlikelerden qo'g'dab turadi ekanda bu. Qimmat qarash ya'ni bir qalqon. Muşu qimmat qarashlar mushunda bo'limiz deb masalan oyatdagi nadallavul tang bo'lmaslik deganga o'xshash masalan. Bir yurish nurg'un shu qimmat qarashlarning hammasi bizni nurg'un kelishmasliklardan, ko'ngilsizliklardan va tahdidlardan anda qo'g'dash nimasi bor. Chunki qimmat qarashi bor odam bir qo'g'dalgan odam. Qimmat qarashi bor odam, o'zining muayyan qimmat qarashi bor odam, qo'g'dalgan odam. Qimmat qarashi yo'q odam, nima qilishini bilmagan odamda, hayronlikda qolgan bunda nima odamda. Shunga qimmat qarash bizni qo'g'daydi. İnsanın meydanını müstehkem qiladi ekan, ba'zilarni bir kun qalislar bir toplumda, ertesi qalislar bir toplumda, yani bir aydan keyin qalislar yana bir odamning yanida bizning mavqesiz bo'lib qolgan qimmat qarashi bo'lgan. Mavqesiz bo'lgandan keyin insonlarning uningga qarash nimasi bor? Qimmat bermaydi insonlar. Yani o insan şu yaşga kelib o'zining kimligini bekitamagan bir inson bo'lgan. Bekitamaganlik. Asli oila tarbiyasininki yoki olgan shu bilimninki tuvalligidan bo'lishi mumkin o'sha. Yana bir qancha foydalarini eskarsak. Uningdan yani hamda uningdan boshqa masalan qimmat qarashimiz bizda mukammal bo'lgan vaqtida boshqalarga yaxshi ta'sir ko'rsataymiz. Birinchi oilamizga, atrofimizdagilarga yaxshi ta'sir ko'rsataymiz. Ishlarimizni joyida yaxshi qila olamiz, ko'ngilsizliklardan saqlana olamiz, qilishga tegishli ishni qila olamiz. Chunki mushu bir yurish qimmat qarashlar, chunki bizda shakllangan e'tiqodga, o'zimizning axloqimizga, qoida usullarimizga bog'langan bo'lgandan keyin bu biz shu qimmat qarashda ching turish orqali o'zimizningki milliy ruhini, diniy e'tiqodini, qoida usullarimizni yana qo'g'digan bo'lamiz ekanda endi. Allah subhanahu va taolo Qur'on-i Karimda bir oyatda rastchilar bilan birga bo'linglar deydi. Onu bir insanın qimmat qarashini shakllantirishga bir foydalari bir yo'l endi. Shunga o'xshash "Wala tamuntunna illa va antum muslimun." Siz faqat musulmonlik halidan dunyodan ketgan eng oxirgi islomning ustiga dunyodan ketish bo'lsin. Ya'ni iymon bilan islomning ustiga opat jon berishga tirishinglar degan oyatlarmi? Ya'ni insonninki buni yerda men haq ustida mustahkam turaman, nada haq bo'lishini qo'llayman degan bu laqabi qimmat qarashlarninki eng muhim bir foydalari. Allah razı olsun. Unda bo'lganda bu qimmat qarashni avlodlarimizda va atrofimizga har bir inson bu qimmat qarash shakllantirishning yo'llarini yo'ritib bergan bo'lsalar. Qimmat qarash shakllantirishning yo'llari, ya'ni ota-ona hamda kichik vaqtida bolalarni islomiy tarbiyalash bilan birga, ya'ni shu qimmat qarashni bilish majburiyati bor. Endi buning yo'llari birinchi sevgi muhabbet bilençe, şu atanısı arkanda bir işini söydürüp, aynı kılsa o işini balla yaxşı görüp, mesela katlı kolluk olan, muşunda kılmasan bulmaydı o depnim kılsa, bazı ballarına şu dindimi ziriktirip atkan ahvallı buldu. Bu ballarımı hem de xuddi üsümlüklerine okşaşken, üsümlüklerini pervişsiz, susuz kap koysa kurup kaldı. Sunu hadidin ziyade bir varsa o harap buzulup gidiyordu, şimdi çürüp gidiyordu. Ballarını hem de hele terbiyesiz, onun köngül bilmeye kap koysa, ballar hiç kadar kıymet qarashma asıl kılanmaydı. Ballar yani tügüşüdü degende. Hem de ballarını ben bunu naat yaxşı kıymet qarash, şunda yaxşı itiqat, şunda yaxşı ahlakta terbiye ettim dep çın tutup koyup vermey. Onda kılsa o bala teximo şu zirkip zirkiş hasıl bulup hem de bunda bulken. Mesela şu Türkiye'de hazır atizm deyimiz, yani binası deyimiz, binası mesela şu ballardan aynı
tekshirib kelsa, şunun ba'zisi oilasida qimmat qarash shakllantirilmagan, islom tarbiyasi, axloq bo'lmagan, shunday bir ko'ngil, ya'ni tashlab etilgan bir ailede çoğun olgan, yani ko'ngil bilmagan bir ailede çoğun olgan. Ba'zisi qattiq qo'l, namozga qo'ymading deb ashunda so'rab, urib, sutib qitgan anda. Deganga o'xshash, qattiq qo'l, men Allohning amrini icra qilishim kerak senda deb boshqa odamga kuch yetmasak, bolalarga kuch yetgan odamlar bor endi. Qattiq qo'lli qilgan bu zirkib buningdan. O'sha ota-onamniki bu shu nimasidan boşu nimasi orqali ota-onamniki bu shu qattiq qo'lligi sababli men zirikdim bu ishdan deb bunda boshqa e'tiqodlarga o'tib ketgan shunda bolalar borkan shu Turkiya jamiyatida masalan shu YouTube'larda uni buni ko'rgan odamlar biladi masalan o'sha ishlar bor. Endi biz mana shunday ishlardan saqlanish uchun bolalarga aytib mehr muhabbat bilan söydürüş orqali bir ishni alda buyurish ra'yi bilan emas, anda qil bunda emas, bunda qilsak yaxshi bo'larmikin, bunda qilaylikmi deganga o'xshash söydürüş bilan, uningdan o'lgu yaratish bilan da o'zimizdan va ajdodlarimizdan ve sahabalardan en birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ölgülerini elip hem de ölgüler bilen yetiştiriş mesela. Ölgüler iki türlük buldu. Birisi mesela tirik yaşavatkan ülgüler buldu. Mesela üzümüzün arasında boğan cemaatimiz arasında ailemizde boğan mındağılığı naiti yaxşı her taraftan yaxşı ülgülük kişiler, ata-analar, çoğunlar mesela. Hem de yani bir ölge hayat boğması bu, onu altkan ölge mesela Peygamberimiz, onunki Kur'an-ı Kerim, sahabiler mesela. Aşında ülgüler arkalık andın bazısını şu telkin kılıp ügütüp bazısını ballağı ameliyatı boyunca köstüp üzümüzden açta demesini. Aynı kılıç bilen bulduyken onunki yani şu takvalık birinci orunda hem de. Şu takvalık ne asas kılgan? Takvalık diyen mesuliyet duygusu. Allah Teala'ya karşı, Allah Teala'nın bendilerine karşı etrafımızdaki karata bizdeki bir mesuliyet. Üstündeki mesuliyetini ada kılsam bulmuşlar. Qarta degan shu mas'uliyat tuyg'usida yashagan odamni taqvo deymiz-ku endi, Allohdan qo'rqib. Mushu taqvolik asosida tarbiya qilgan ekan bolalarga, uningda shunda bir yaxshi bir qimmat qarash, ya'ni aqida iymonga bog'langan bir qimmat qarash hosil bo'lgan hamda, ya'ni shu sevgi muhabbat, yaxshi o'lga, uningga yaxshi muhit, yaxshi sharoit, yaxshi tarbiya ve yaxshi o'qitish hamda mushu ishlarning hammasi bizning mushu qimmat qarashni sog'lom bir qimmat qarash yetildirishimiz uchun yordamchi bo'lishi mumkin mushu ishlar. Allah razı olsun. Hakikaten mushu bolalarga yaxshi muomala qilish pek muhimken. Hozir ko'p insonlar bu yaxshi muomala qilishdan mahrumken endi. Aytgandek ba'zilar sal qarab bolalarga parvasız qaravatgan, ba'zilar bolalarni ching tutib elib, o bolalarga besim ishlatayotgan. Men shu davomli deydiganim ota-onalarga shu bolalar asli bundan keyin isil odam bo'lish, bola kichigida oilada shu isil bir nimaga hurmat qilsa, urib cho'ng bo'lsa, bir sevgiga erishib cho'ng bo'lsa, o bola cho'ng bo'lganda isil har qanday masalada uningki fikri, qimmat qarashi to'g'ri bo'lib yetilgan gapkan. Şuna o şey mekteplarda balalarına ait ustazlar tarafından söyleyişi, bala özünün izzetini tepişi, cemiyetlerde kancılık biz kişilerge hürmetini kılsak, izzetlesek, o balalarda küçükten tatip özüne bir aziz tutulgan, özünün kıymetini bildiğin buldukken, anladığınken kalan neslerge mi yaxşı diagnoz kılaydıkken. Bazı ilimler etkanken bu kıymet karıştıkken bir mefkure yani, qanday qilib insonni mafkuri yetishtirib bo'ldi, qimmat qilish yetishtirib desa, bu asal yerisining namasiga o'xshatganda, asal yerlarmi har xil chechaklarga qo'nib asalni yig'adi ekan. Anadan keyin bizga qimmatli shifoliq bir asalni beradi. Shunga o'xshaydi insonmi bakan bir qimmat qarash bu yerni uxlab qolganga yetib qolmaydi ekan. İcabi shaxslar bilan aralashish bo'lib, eng avval shu Qur'on sunnatlarni jiq o'qish, shuni to'g'ri tushunish, shundaylik oilani boshlangancha bu yaxshi maktablarda o'qish, mush orqali qimmat qarash yetilgan gapkan. Shuning bilan jamiyatga yaxshi bir foydali asallarni taqdim qilgandek, asal kabi fikrlarni, qimmat qarashlarni taqdim qila oladigan bo'ladi ekan. Alloh subhanahu va taolo bizni va butun qarindoshlarimizni to'g'ri qimmat qarashga ega bir muttaqi kishilardan, solih kishilardan qilsin.
Yani bir ahirde tavsiyeler olsa anlayımız bulmasa programını. Başka tavsiye yok. Allah razı olsun. Hakikaten bir menfaat tavsiye nimeli oldu program inşallah. Ama aytqandek edek bu kıymet qarashini Allah'tan tirishimiz lazım iken bu. O'zimiz tirishib Qur'on sunnatlar bilan yaxshi kitobni jiq o'qiganda inson Qur'on sunnat shunga o'xshash salaf solihlarning tarixdagi shunda ilg'or shaxslarning nimalarni o'qiganda inson ma masalaga manda yakun chiqarsam bo'ldi ekan, ma masalaga manda qarasam bo'ladi ekan. Chunki qarash har xil bir to'rt tarafdan qalisi binasini to'rt xil ko'rganga o'xshash. İnsonningki o'zininki shu bilmisi, mafkurisi to'g'ri Qur'on sunnatga loyiq, haq batilni ariyalaydigan bir narsa bo'lsa, uning qimmat qarashimi shunga bitilgan gapga shakllanadi. Hurmatli ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi sallat qayta uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.